O'rtoqlar, mana o'zbek xalq maqollari haqida juda ham ko'p hazillar bor, lekin bugungi bizning hazilimiz o'zbek xalq maqollari haqida emas, o'zbeklar haqidagi maqollar haqida. Mana boshqa millatlarda ham bizi o'zbeklar haqida maqollar yuradi. O'zbekka qiz berma, o'zbekdan qiz ol degan maqol bor. Nimaga deganda, boshqa millatlar biladi-da, o'zbekka qiz bersa, qizining nima bo'lishini. Lekin o'zbekdan qiz olsa, o'zbek qizlar bir hayoli, iboli, esli, xushli, mehnatkash, pokiza, chiroyli bir tili shirin qizlarimiz bor. O'zbekning qizlari bir shunaqangi bir ajoyib. Lekin o'zbekka qiz beradigan bo'lsangiz, o'zbekning hovlisida haligi qiz bechorani nima bo'lishini tasavvur ham qila olmaysiz. Chunki yangi kelin bo'lib tushgan kelin o'sha uyda bir armiyaga kelgan yangi bir duxga o'xshaydi. Men masalan o'zbeklarning oilasini armiyaga o'xshataman. Mana qaynona general, qaynota polkovnik, o'g'il serjant, kelin dux, yangi xizmatga kelgan dux. Ovsinlar bu yoqda masalan sal oldinroq kelgan ovsinlar maladoy, 5-6 yil burun kelgan ovsinlar dembil det. Ular shunday prikaz berib o'tiraveradi. Ularga hatto yangi kelin uyga kelganda katta kelinlarga hatto choy damlash ham nipalojinni o'zi. Agar katta kelin choy damlaydigan bo'lsa, o'sha yerda avtoritet nol o'zi. O'shuning uchun yangi kelin kelgandan keyin bu yoqda agar yana ikkita kelin bo'lsa, ular o'zi det o'zi. Ularga choy damlash, eshish pirish, boshqa mayda-chuyda ishlarni qilish nipalojinni. Ularning o'zini qiladigan ishi bor. Shu onda sonda bozorga xarajatga chiqib qo'yadi. Tanlab narsalarni xilini olib, mana deb o'zini ko'rsatishib, qaynotasini oldida, mana bozor qilishni mendan o'rganish degandek qilib, ashunaqa o'zlariga xos ishlarni qilib yurishadi. Lekin choy damlash, eshish pirish, boshqa qilish, qaynataga qarash o'zi ularga nipalojinni. Hamma yo'qda yangi kelgan kelin qiladi. Nimaga desa, u duxda, u yangi kelgan u. O'zbeklarning oilasi aytayapman, u armiya, qaynana general. Mana shu yangi kelgan kelinni mana shu ganyat qilib jigarini ezish kerakda qaynana. Shu kelin bechora tinmash kerak. Ertalab sahar, masalan armiyada 6 da padyon bo'ladigan bo'lsa, o'zbekning uyida sahar 3:30 da padyon. O'zi qiz bechora 3 da yotgan, yarim soat yo uxlaydi yo uxlamaydi. Sahar 4 da turib, qorong'ida ko'cha shipirgani chiqib ketadi. Shun bilan ish kuni boshlanadi. Ko'cha shipirgan, mol tayin tozalagan, molni sog'ib kelgan, separator qilgan, qatiqlarni sotib kelgan, boshqa qilgan, mahallaga tarqatgan, uqilib saharda yana hamma ishdan oshinib xamir qilib qo'ygan, non yopish kerak, kir yuvish kerak, iloji bo'lsa agat olib, kartoshka, pomidorlarni ham o'sha kelin ekish kerak. Agar o'zbekning uyiga yangi kelin kelsa, hammaga o'sha ishlash nipalojinni. Hamma ishni o'sha yangi kelgan kelin qilish kerak-da. Shu kelinni jigari ezilish kerak. 3 yil, 4 yil jigari ezilib, o'sha uyda nima bo'lsa bo'lish kerak. O'shuning uchun men o'zbeklarning oilasini bir armiyaga o'xshataman-da. Armiyada bu, armiya deb tavba qildim-u, armiya bo'lsa mayli. Ba'zi bir o'zbeklarimiz oilasi xuddi zonaga o'xshaydi. Turma. Nimaga deysiz? Masalan, ana shu yangi yosh bir beg'ubor bir go'dak kelin, 17 yashar kelin ana shu uyga kelin bo'lib tushadigan mahalda, hali u kelin tushmasdan turib, to'y bo'lmasdan turib, mayog'da haligi ekala katta ovsin, o'sha kelinni avtobiografiyasini polni o'rganib chiqishadi. Kelin kelmasdan burun u kelin qaysi raddonda tug'ilgan, qaysi bog'chaga borgan, qaysi maktabda o'qigan, maktabdan keyin qayerda o'qigan, kim bilan yurgan, bivshiy yigitlargacha polni hamma informatsiyani to'plashib, hamma haligi chorniy materiallarni tayyor qilib turishadi. Vaqt kelsa, ana shu chorniy materiallardan shunday foydalanib olishaveradi bular. Agar kichkina kelin sal bundoq bir uyda obro'si ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, haligi materiallarni sekin generalga shunday kirgizib yuboradi. Shun bilan haligi kichkina kelin nol. Agar haligi ikkala ovsin kichkina kelin haqidagi chorniy materiallarni to'plab generalga kirgizgandan keyin, generaldan agar to'liq bo'lmaydigan bo'lsa, bu ikkala ovsin kichkina kelinni serjantga aytib urdiradi hamda bular. Serjant ham kimga quloq soladi? Haligi ikkala detga quloq soladi. Bu xotiniga quloq solmaydi. Agar ikkala det serjant oldiga kelib, minasa deb qo'ysa, haligi serjantga ham bo'beradi-da. Xuddi ashini kutib yurgandek shunday boradi-da, xotini o'zini oqlab u bu qilib dardini aytguncha solada aylantirib. Keyin eng qizig'i o'sha det ikkala ovsin o'sha kichkina murg'akkina kelinni nimaga bunchalik yomon ko'rishini hech kim bilmaydi-da buni. O'zlari ham bilmaydi.
Agar o'zidan so'raydigan bo'lsangiz, nima bo'ldi? Bir kichkina kelin nima bir sizlarga bir yomonlik qildimi? Bir minasa qildimi? Bir aybi bormi? Nima uchun sizlar bu kichkina kelinni bunchalik yomon ko'rasizlar? Bunchalik ganyap qilasizlar? Bunchalik bir yomon so'zlar tarqatasizlar bu kichkina kelin haqida deydigan bo'lsangiz, kelinlar haligi ikkala ovsin, ikkala det o'zi ham bilmaydi haligi kichkina kelinni nimaga yomon ko'rishini. Chunki ular hali u kichkina kelin hali kelin bo'lib kelmasdan burun o'sha yomon ko'rishni boshlashgan ular. Hali ular kichkina kelinni tanimaydi, ko'rmagan umrida. Lekin o'sha yomon ko'rib bo'ladi ular. Nimaga yomon ko'rasan desa, o'zi ham bilmaydi. Bilmadim shu ovsinimda baribir deydi. Shu bitta gap, endi nimaga yomon ko'rasan desa, endi ovsinimda deydi. Mana nima uchun bu o'zbekka qiz berma, o'zbekdan qiz ol degan gap qayerdan kelib chiqqanini mana bu narsalardan tushunsa bo'ladi. Lekin biz o'zbek oilalarida ham juda yaxshi oilalar, ilmli, o'qimishli, madaniyatli, juda ham tushungan, juda ham bir havas qilsa arziydigan kelinlar bor. Lekin ular juda ham kam. Ilohim mana shunaqa oilalar ko'payaversin ilohim.